esa qachon ko'rishamiz, mana u vaqtda mana shu joyda ko'rishamiz deb haligi arab shu ustozimizni olib ketyapti ekan uyiga. Endi Makkada ko'rishgandan keyin Makkaning atrofida deb o'ylaymiz-da biz. Oysha onamizning uyini shu masjidlarning andirog'iga olib chiqib ketibdi. Haram hududidan tashqariga olib chiqib ketibdi. Nimaga sen debdi, Makkada bo'lib turib, haram hududidan tashqarida yashaysan. Ashirli bo'lsang, desa aytar ekanmishki, men to'g'ri haramda hududda mana shu yerda yashashni orzu qilaman, yaxshi. Lekin bitta narsaki, gunoh amal ham 100 mingda bu joyda. Xudoni 100 ming deb belgilab qo'ygan hududda gunoh amal qilib qo'ymay, oilada ayoli bilan har xil tortishuv bo'ladi, farzandlarni so'kib qo'yasiz, bir qattiq gapiradigan o'rni keladi. Shunaqa joylarda men 100 ming gunoh qilib qo'ymay deb tashqaridan uy olganman. Ana shu Makkadagi uyimni ham sotib berib, ana shu nimaga tashqariga uy olganman men. Maqsadim shu Makkaning hududida gunoh ish qilib qo'ymay degan maqsadda. Biz juda ko'p odamlarga kelayotganda, mana hoji akamlar ham aytadi. Qayta takror aytadiki, nima deydi? Endi mana shu O'zbekistonda qilgan ishlarimizni tashlab ketaylik shu joyga. Oldin kimdir g'iybatchi bo'lgandir, kimdir sigaret chekkandir, kimdir non chekkandir, kimdir aroq ichgandir, kimdir nimadir bo'lgandir. Xudoni hammamiz ham o'zimiz gunohimiz bor-da. Hech kim men pokman deb ayta olmaydi. Beayb Parvardigor deydi. Alloh taolodan boshqa bandamizni biz bandalar. Rasulimiz alayhisolatu vassalomga jannatni bashorat qilingan. Jannatni bashorat qilingan. Qarang. Jannat bashorat qilinsa ham har kuni 100 ta istig'for aytasiz. Biz